Ba'zilar sotdilar iymonlarini, ba'zilar yo'qotdilar vijdonlarini, ba'zilar unutdilar kimliklarini. Qara, yo'qotdik biz insonlikni. Gunohlar qonlarini, pul uchun sotdilar or nomus jonlarini. Ko'r bo'lib qoldilar haqiqat yo'lida, yolg'onlar ichida yashar har kunida. Jamiyat ichida avj oldi illatlar, soxta kulgu ortida yashirin begonalar aka uka deb yaqin, ammo yuragida yashirin zahartin. Singlim opam deya yaqinlashadi, so'ngra nomusni yerga tashlaydi. Bu ne zamon, biz kim bo'lib qoldik? İnsonmizmiz yoki ongsiz hayvonmi? Qon to'kilmoqda, yuraklar yig'laydi. Xudoning oldida kim javob beradi? Qo'rqmay aldaydi birovning haqqini, qayo qilmaydi hatto yaratganni. Ey inson bolasi, uyg'on bir lahza, bu dunyo o'tkinchi qolmaydi senga. Tovlamachilar kulib yurishadi, halol mehnatni yerga urishadi. Bir burda non uchun qiynalganlar bor, boshqalar esa o'g'irlikdan mag'rur. Axir har insonning bor oilasi, orzulari bor, dardi va havaslari. Nega bosasan uning haqqini sen? Unutdingmi oxiratni ham ey inson? Bo'lmagin nafsingga qul ey inson. Bu yo'l oxirida bor faqat armon. Agar yetib borsa bir mazlum nidosi, qanday javob berasan o'sha on? Na bu dunyoda, na u dunyoda topolmaysan tinchlikni hech qayerda. Bir kun keladi, hammasi qaytadi. Qilgan amaling oldingda turadi. Bu ne zamon, biz kim bo'lib qoldik? İnsonmizmiz yoki yo'qotdik ongni? Qalbimiz muzlab, ruhimiz yig'laydi. Haqiqatni kim yana tiklaydi? İnson bolasi, birovni yana haqqini olma, zulm qilma yana. Axir uning ham ko'zida yosh bor. U ham kutadi baxtli kunlar. Qo'rqalmoqdan ey adashgan banda, har bir qadam yozilgan bu dunyoda. Bugun kuchliman deb yurma gururda, ertaga qolmaysan na bu, na dunyoda.